小分队。 Ziraat məxluqunun tişini sanaş meselesi. 1, 2, 3. Marques, ben seni 3. kıtım kıçlap andın küldüreldim. Ha, boldu, bana geldi. Ha, qandaq qısam seni texim küldürələmən. 1, 2, 3. Oo, keçirgin Marques, çıkırak ikram beni bek korkutup etti. Çıqıraq ekran həmişə qovunu qorxutub yetidu. Çiqraq ekran. O, Muslaviyadagi ma'lum bir joyda bir g'alati maxluq yordamga muhtoj ekan. Nada g'alati maxluq bizning yordamimizga muhtoj bo'lsa, G'alati maxluq matematikada tushib paydo bo'ldi. Bu texan g'alati maxluq ekan. Muslaviyadagi uning tergan ziraatlari eng xo'shal ziraatlar. Ya'ni ko'p kishilik ziraat g'alati maxluqi u yo'g'on tishlarini chiqib keladi. Uning kulishiga qarab turganlar ixtiyors kulib ketadi. Tishmo degan g'alati maxluq. Oo, yaxşımısınlar? G'alati maxluq matematika atirdikilar. Men sizlarning yordamingizga muhtoj. Nimish bo'ldi? Bu ko'p kishilik ziraat maxluqi munosabatlik eridar ko'p kishilik ziraat maxluqining tishining oz ko'pligiga asosan tanlaydi. Biroq men ularning tishlarini sanaganda ovorchilikqa yo'liqdim. Ba'zi ziraatlarning 5 tal tishi, ba'zilarining 6 tal, yana ba'zilarining 7 tal tishi bor. G'alati maxluq matematika atirdikilar, sizlar menga yordam qilmamsizlar? Albatta yordam qilamiz. G'alati maxluq matematika atirdikilar hozir yo'lga chiqadi. G'alati maxluq matematika atirdikilar, sizlarga ko'p rahmat. Biz texan g'alati maxluqining har bir ziraatlaridan har qaysisida qancha tishining borligini sanab beraylik. Men ishonmanki biz matematik o'qimda foydali bal qila olamiz. hey, sizning g'alati maxluq matematika atirdiga qo'shilib birlikda vazifa o'rindig'ingiz bormi? Sepimizga qo'shilinglar, sepimizga qo'shilinglar. Sepimizga qo'shilishni xohlamsiz, bek yaxshi bo'ldi. Avval biz matematika maxfiy askartmi so'ziga muhtoj. U bizning vazifani o'rnatishimizga yordam beradi. Bugungi g'alati maxluq matematika askartmi so'zi bo'lsa, qancha? Kelar qatim raqamlik maxluqni ko'rganingizda uning vaqirga ovozini anglasangiz, biz bilan birlikda g'alati maxluq matematika maxfiy ko'rsatma so'zini tanglading. Birlikda matematikaning qiziqarli sirlarini ochaylik. Hozir emas-ku bu. Kelar qatim raqamlik maxluqni ko'rganingda anlatmasam bo'ladi. Keçirgin Lili. G'alati maxluq matematika atirdikilar. Biz ko'p kishilik ziraat g'alati maxluqning tishini sanig'ilib boraylik. Tishmo degan g'alati maxluq. Yaxshimisilar? G'alati maxluq matematika atirdikilar. Biz ko'p kishilik ziraat g'alati maxluqining kulib berishini saqlashga toqat qilmay qoldik. Hey, ular nimishqa kulmaydi? Ko'tinglarmi mana? Bu men yo'liqqan masala. Ular nimishqa kulmay turdigandi? Kulmay turib olsa, men ularning tishini sanayamayman. Tishini sanayamsam, qaysi ziraatni xaridorga setib berishni bilmay qolaman. Qanday qilsak ularni kuldiraylaymiz? Balkim bizning qilgan ishlarimizni ularni kuldirishi mumkin. Go'o, bizda qanday ishlarni kuldiralaydiganligi esimda, sening esingda bormi? Qichiqlash. To'g'ri, har qatam qichiqlashganda odamni bek kuldirib etadi. Qichiqlash bizni kuldiraligi yerda, balkim bu ziraatlarni kuldiralishi mumkin. Balkim bu amal esqitib qolar. Amisa, men bu ziraat g'alati maxluqni qichiqlab boqay. Qalbi qazandik. Ziraat g'alati maxluqi og'ir kuldi. Texan g'alati maxluqi tizin tishlarni sanab. Bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To'xtanglar. 8 tal. Bu mumkin emas. Mening ziraat g'alati maxluqimning hech qaysining 8 tal tishi yo'q. Ular 5 yoki 6 yoki ish ketganlarning 7 tal tishi bor. Men nimani xalta qilgandim? Raqamlik maxluqni ko'rdinglarmi? Bu bizning g'alati maxluq matematika maxfiy askartma so'zini aytishimiz kerakligini bildirdi. Ko'pchilik tayyorlanib bitdimi? Biz birlikda deylik. Men 3 sanayman. 1, 2, 3. Qancha? Ko'rdinglarmi? Biz buni qila oldik. G'alati maxluq matematik o'qimlar ko'rsatkish keldi. Bir cho'ng g'alati maxluqning atrofida bir qancha kichik g'alati maxluqlar bor. Qancha tal kichik g'alati maxluqlar bor? 1, 2, 3, 4. Hey, bayam uni sanab bo'ldik. Esingdan chiqib qoldimi? O sanashdan ezib qoldi. Eng yaxshisi yana bir qatam sanash kerak. 1, 2, 3. Ranglangan g'alati maxluqlar sanalib bo'lganlar. Qarmaqimi nihoyatda aniq. 4, 5, 6,
7, 8 har bir maxluqlarga belgiselib asoslash haqiqatan oson bo'ladi ekan. Rahmat sana matematik ko'rchi ekrani. Bu amal bo'ldi ekan. Biz sanagan vaqtda har bir tishlarga belgiselib olsak bo'lgudek. Shunday qilsak sanab bo'lgan tishlarni qayta sanab qilishdan saqlanib qolamiz. Hamda bu ziroat g'alati maxluqlardan qancha tishi borligini o'ng'aylab bilaymiz. Qancha degan matematik bilim bo'lgan ekan. Biz birlikda g'alati maxluq matematik o'qimini ishlataylik. Bo'ladi do'stlar, biz belgi solgan narsalarni tepib tish sanagan vaqtimizni belgiselib qo'yaylik. Agar mening tishimga bir narsalarni surkab qo'ydigan bo'lsa, albatta yeydigan narsa bo'lsa ekan deyman. Ha, ben ularni nayt yaxshi tushunaman. Ziraat g'alati maxluqning nazarida alayda ko'p yeyishlik ziraat g'alati maxluq yemaklikka eng yeyishlik. Alayda ko'pchilik ziroat g'alati maxluq yemaklikki, anglamoqqa nayt yeyishlikday turadi ekan. Men cho'tqiga ziraat yemakligini surtay, ondan ularning tishlariga surtay. Bo'ladi. Tishlarni sanagan vaqtda bu yemekliklarni surtib qo'yaylik. Bundaq bo'lganda sanab bo'lgan tishlarni qaytadan sanab qolmaymiz. Qaraganda biz ziroat g'alati maxluqni yana bir qitim qichiqlab, ularni kuldirib eg'izni ochqizmasak qat'iy bo'lmaydi ekan. Qichiq. O kuldi-ku bo'ldi. Qimig'in to'xtab bo'ldi. Yaqin g'alati maxluqi tishni sanashni boshlang. Matematik adadlar birlikda sananglar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vah! Bu ziraat g'alati maxluqning 6 tal tishi bor ekan. Voyjon. Qichiqlash bak japaliq ekan. Hozir biz bu ziraat g'alati maxluqning 6 tal tishi borligini bilib oldik. Bayatdan beri qaysi ziraat maxluqning tishini sanagan bo'g'aytoq. Boy sanig'imiz bo'lsa, ishchilar bilan minapshirang aralashgan ziraatning o'tirislik shu. Ularning hammasi ishchilar va binafshirang aralashgan ziroatlar. Magis boya sadig'imiz qaysi bilolmadim-ku. Biz ularning tishlarini ko'rolmaymiz. Biz qanday qilib ham ziroatlarning qanchalardan tishi borligini bilalaymiz. Raqamdagi maxluqni ko'rdinglarmi? Bu bizning g'alati maxluq matematikka maxfiy eskartma so'zini aytishimiz kerakligini bildirdi. Qancha? Ko'pchilik tayyorlig'inglar bitdimi? Biz birlikda deylik. Men 3 ga sanayman. 1, 2, 3. Qancha? Tushundinglarmi? Biz buni qila oldik. G'alati maxluq matematik o'qimlar ko'rsatkish keldi. Birinchi qapni to'shqizimiz. 1, 2. Qapning ustiga 2 raqamni yozib belgi qilamiz. Keyingi qaytam qayta sanashning o'rni yo'q. Endi ikkinchi qapni to'shqizimiz. 1, 2, 3. Qapning ustiga 3 raqamni yozib belgi qilib olamiz. Mushunda qilsak keyingi qaytam qayta sanashning o'rni yo'q. 1, 2, 3, 4, 5. Qapning ustiga 5 raqamini belgi qilib olamiz. Mushunda qilsak keyingi qaytam qayta sanashning o'rni yo'q. Rahmat sana g'alati maxluq matematik ko'rish ekrani. Hozir biz narsalarning sonini xotirlab olsak, keyin mushu xotirlab olgan songa qarsak, narsalarning sonini bilalaymiz. Hamda qaytadan sanashning aytish yo'qligini bilib oldik. Lili, undaqda biz yana bir qatim sanamdoq. Shundaq-ku bu. Biroq bu qitim sangan tishlarning sonini ziroatning teshigiga yozib qo'yamiz. Mushundaq bo'lsa, ular eg'izni yumib turgan taqdirdimi? Biz faqat tashdagi sonlarni ko'rsaklar, ularning qancha tal tishi borligini bilalaymiz. Bo'ldi-ku bu. Qichiqlashni boshlag'in. Bo'ladi, Lili. Yaqin g'alati maxluqi. Endi siz alayda ko'p tishliq ziroat g'alati maxluq yemekligini tayyorlang. Biz tishlarni sanaylik. Matematik adadilar biz birlikda sanaylik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lili, bu ziraat maxluqining 6 tal tishi bor ekan. Bo'ladi. Bu ziroat maxluqining 6 tal tishi bor ekan. Undaqda biz tashdagi qaysi sonni yozamiz? 6 raqami. To'g'ri javob berdingiz. Men sonni yozay. Keyingi qadamda bu ziroat maxluqining tishini sanaylik. Men keldim. Qichiq. Qancha tishi bor ekan? Biz oldi bilan sanaylik. Endi belgi solaylik. 1, 2, 3, 4, 5. Bu ziraat maxluqining 5 tal tishi bor ekan. Bo'ladi. 5 tal tishi bor. Undaqda biz tashdagi qancha raqamni yozamiz? To'g'ri javob berdingiz. 5 raqamini yozamiz. Qichiq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tal tishi bor ekan. Biz tishning sonini tashdagi yozaylik. Mushunda qilsak bu ziroat maxluqining 7 tal tishi borligini bilalaymiz. Voyjon. Hey! Ziraat g'alati maxluq ko'rdirishning texnik asosini topdim.
Qaranglar, ularning qaqaqlab kulib ketganini. Biz faqat yiqilib ketsakla, ular kulib ketadi ekan. To'la kulmanglar. Kulki ovozi beshimni og'irtib etdi. Biz sizga nima ish qilib bersak bo'ldi-kin? Chusmiyasiz changoy bandi. Men 6 kishilik ziroat g'alati maxluqini zakaz qilgandim. Ha, 6 kişilik ziraat maxluqi. Hozirda aytib beray. 6 kishilik ziroat g'alati maxluqi. Biz qaysining 6 kishilik ekanligini qandoq bilamiz? Tashakda 6 raqam yozilgan ziroat g'alati maxluqi shu. To'g'ri javob berdingiz. Ha, men buning 6 kishilik ekanligini qandoq bilaman? To'g'ri. Bu tip ziroat to'g'ri ekan. Hey, men kulyapman-ku. Hey, kulish meni teriktirib etdi. Yaxshi qildinglar g'alati maxluq matematika atirtiklar. Biz dehqon g'alati maxluqqa yordamlashib ko'p kishilik ziroat g'alati maxluqlardan qancha talchishning borligini xotirlashib berdik. Biz qancha degan matematika bilimini o'rgangandan keyin. Şu albatta biz maxluqlarning usuli orqali olqish ortayli. Amasa 3 sanayman. 1 2 3. Oy! Biz matematika bilimlarini qalbida qoldirdik.